Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Hurmatli aziz mu'min musulmonlar, xush kelibsizlar, qadamlaringizga hasanotlar bo'lsin. Eng avvalo butun olamlarni yaratgan Alloh subhanahu va taologa hamdlarimiz, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga durud va salotlarimiz bo'lsin. Muborak ayyom hammamizning xonadonimizga, yurtimizga barakot keltirsin ilohim. Suhbatimiz odamlar ichida yashirilib yurgan yaxshi insonlar haqida bo'ladi. O'tgan zamonlarda bir podshoh bor ekan, podshoh olim ekan. Vazirini chaqirib aytibdiki, senga 3 ta savol beraman. Shu 3 ta savolga javob bera olsang, topsang, vazirlik maqomida ishlaysan. Agar 3 ta savolni topa olmasang, vazirlik maqomidan ketasan. Vazir aytibdiki, ayting podshoh olim, qanaqa savol ekan? Podshoh aytibdiki, 3 ta savol shundan iboratki, Alloh taolo nimani yeydi? Alloh nimani yopadi? Alloh nima qiladi? Alloh nima yeydi? Alloh nimani yopadi? Alloh nima qiladi? Vazir aytibdiki, podshoh olam, men qayerdan bilay Alloh nima yeyishini? Alloh nimani yopishini qayerdan bilay? Podshoh aytibdiki, bo'lmasa senga 1 oy muhlat, topsang ishlaysan vazirlikda. Topmasang joyini bo'shatasan. Shunga vazir bechora darrov harakatga tushibdi. Bu maqom bu og'ir narsa-da, bu mansab og'ir narsa-da. Jon ketadi-yu, ishdan ketsa. Yana vazir bo'lsa, shunga harakat qilibdi-yu. Olimlarni chaqiribdi, qasrdagi olimlarni chaqiribdi. Olimlarni chaqirib aytibdiki, podshoh shunaqa savol beryapti. Alloh nimani yeydi? Alloh nimani yopadi? Alloh nima qiladi deyapti. Shuni javobini aytinglar, topinglar tez debdi. Shunda ular kitoblarni izlab aytishibdiki, olimlar, bunaqa savol yo'q, kitobda yo'q bunaqa savol. Shunga xullas kalom bechora vazir hech qanaqa topa olmasdan, olimlar ham bu savolni topa olmasdan vaqt o'tyapti, oy yaqinlashyapti. Shu qasrni hovlisida borib kelib turar ekan. Boshini qashib, hovlini u yoqdan bu yoqqa o'tar ekan. Hovlidan u yoqdan bu yoqqa o'tar ekan, boshini qashib. Nima bu debdi. Qanaqa javob ekan bu? Kim topadi buni deb borib kelar ekan. Shu qasrda bir qul bor ekan. Qul, xizmatkor qul, qora tanli xizmatkor qul bor ekan. U ish qilayotgan ekan, loyning ichida ish qilayotgan ekan. Shunda vazirni qarasaki, toza borib kelyapti. Ahvoli og'ir. Sekin loyning ichidan chiqib, yurib borib, vazir, hurmatli vazir, bunday nazar solsam ahvolingiz og'irga o'xshayapti. Biror yordam kerakmi sizga? Mendan debdi. Vazir jahli chiqib, ey qul bo'lsang o'zing, bir xizmatkor bo'lsang, borib ishingni qil. Bu ishlarga seni aqling yetarmidimi debdi. Bunday savollarga aqling yetarmidimi? O'zing bir qul bo'lsang, bir past odam bo'lsang, borib ishingni qilsang bo'lmaydimi? Bor, yo'qol debdi. Hayda boribdi. U qora tanli xizmatkor boribdi-da, yana qaytib kelibdi, sekin kelib, vazir, hurmatli vazir, balki shuni bilarman debdi. Balki yordam tegar. Keyin oxiri chidolmasdan kelib, mendan nima ketibdi, aytibsam shunga aytay. Podshoh aytdi menga, 3 ta savol topmasang ishdan ketasan dedim. Lekin olimlar ham topa olmadi, ulamolar ham topa olmadi. Sen qayerdan toparding?
o'zing bir xizmatkor bo'lsang, shunda aytingchi debdi savol. 3 ta savol shundan iborat. Podshoh bergan savol shundan iboratki, Alloh nimani yeydi? Alloh nimani yopadi? Alloh nima qiladi? Vazir hazrat, bu savolni men o'chilasini ham bilaman debdi. Va joni kirib qolibdi-yu vazirni. Aylanay debdi, joningga sadqasini kel, loyni ishdan chiq. Xizmatkorlarni chaqirib, tez buni yuvinglar deb tozalab, kiyimlarni kiydiringlar. Xonasiga olib kiribdi. Shuni aytmaysanmi? Vaqtliroq deb xonasiga olib kirib, aytchi, bu qanaqa o'z javoblar? O'sha savollarning javoblari. Shunda, vazir olam. Bu sizgacha bu podshoh aqliy savol bergan, naqliy emas bu. Bu majoziy savol bu. Ma'nosi shuki, Alloh nimani yeydi degan savolga Alloh taolo bandalarning g'amini yeydi debdi. Alloh nimani yeydi degan savolga Alloh taolo bandalarning g'amini yeydi. Vazir xursand bo'lib, ikkinchisi-chi debdi. Alloh nimani yopadi? U xizmatkor aytibdiki, Alloh taolo bilasizmi nimani yopadi? Alloh taolo bandalarning ayb nuqsonlarini yopadi. Sattorul Uyub degan nomi bor uni. Ayblarni yopadigan zot. Bandalarning rahmini yeydigan zot. Alloh taolo aytar ekan, ey bandalarim, rahmlaringizni yeyman. Nega gunoh qilasizlar? Nega meni gapimga kirmaysizlar? Nega tavba qilmaysizlar? Alloh taolo bandalariga shunday g'amini yeydigan zot ekanki, ota-onadan mehribon zot ekan. Qarang, ota-onadan ham mehribon zot ekanda. Shunda vazir aytibdiki, uchinchisini ayt debdi, uchinchisini. Shunda xizmatkor qo'l jazirak ekan. U oddiy xizmatkor qo'l bo'lsa ham, qora tanli bir qo'l bo'lsa ham, lekin aslida olim ekan-da u. Shuning uchun insonlarning ichida shunaqa olimlar bor, yashirinib yuradigan olimlar bor. Ko'zga ko'rinmaydi ular, o'zini ko'rsatmaydi. Mana shunaqa insonlar bor odamlar ichida. Xuddi shu qora tanli xizmatkorga o'xshagandek. Xullas kalon, shu xizmatkor aytibdiki, vazir, hurmatli vazir, men 3-savolni javobini podshohning oldida aytaman debdi. Shunga podshohning oldiga olib boribdi vazir. Mayli debdi. Podshohga kelgan ekan, podshohga aytibdiki, vazir, topdik mana savolingizni. Mana shu odam topdi. Podshoh aytibdiki, ey vazir, o'zing topdingmi yoki bu topdimi? Desa, vazir aytibdiki, shu topdi endi hammasi. Bo'ldi. 3-savol javob nima? Nima bo'ladi desa, Alloh nima qiladi degan savolga kelganda, o'shanda o'sha xizmatkor qo'lga aytibdiki, buning javobini aytishdan oldin shartim bor, podshoh olam debdi. Qanaqa shart desam, mana shu vaziringizchi taxtadan tushish kerak, men o'rnimda o'tirish kerak. Mana qo'llar o'tiradigan joy bor ekanda, maxsus podshohning oldida. Men vazirni o'rnida o'tishim kerak debdi. Shunda podshoh tushdibdi. Mana qo'lni o'rniga o'tirgan. Vazir tushib, qo'lni o'rniga o'tirgan ekan, qo'l, qora tanli qo'l vazirni o'sha o'tiradigan shohona o'sha kursisida o'tirib, podshoh olam endi shu savolni bering menga debdi. Podshoh aytibdiki, Alloh nima qiladi? Xizmatkor qo'l javob bergan ekan. Podshoh olam, Alloh taolo bir zumda qo'lni vazirga aylantirdi, vazirni qo'lga aylantirdi. Men shu ishni qildi debdi. 3-javob men shu debdi. Qarang. Shundan keyin podshoh aytibdiki, bugundan boshlab sen vazir bo'lasan debdi qo'liga. Aqling ziyrak ekansan, ilming bor ekan, menga mana shunday vazirlar kerak deb, anu vazir xizmatkor bo'libdi, bu vazir bo'lib qolibdi. Qarang, bu Alloh taoloning buyukligi. Bu voqeadan nimani olamiz, hurmatli azizlar? Bu voqeadan 2 ta ma'no olishimiz kerak. Birinchi ma'no shuki,
Alloh taolo qodir zotki podshohni gado qiladi, gadoni podshoh. Ha, bir pasdan. Puldorni qarabsizki bir kun pul yo'q, gado bo'lib qolibdi, bankrot bo'lib qolibdi. Bir kun qarabsizki eshak arovida yuradigan odamlar Lacetti minib yuribdi, Cobalt minib yuribdi. Ha, Alloh taolo ishida bu. Qarang. Shuning uchun Alloh taolo shunaqa qodir zot. Bir kunda boy bo'lasiz, bir kunda kambag'al bo'lasiz. Ha? Bir yilda milliarder bo'lasiz, bir yildan keyin qarabsizki qashshoq bo'lib qolibsiz. Bunaqa hammamiz ko'rib turibmiz buni, bu holatni. Bu birinchi ma'no. Ikkinchi ma'nosi hurmatli azizlar. Mana o'sha voqeani ko'rdik ham, eshitdik. Vazir mana shu qo'lni bir tenga olmagan edi vaqtida. Va sen qo'l bo'lsang, bir past odam bo'lsang, bir qora tanli bo'lsang, sen ham odammisanmi degan edi u. Bor, yo'qol ko'zimga ko'rinma, borib ishingni qil. Seni ishing faqat ish qilishlik, xizmatkorsan degan gaplarni aytgan uchun Alloh taolo shu vazirga shunaqa jazo berdi. Shunaqa jazo berdi. Demak, bundan ma'no shuki, hurmatli azizlar, Alloh taoloning yaxshi bandalari xalq ichida bor ekan. Shunday insonlar borki, oddiy inson yuradi. Ishi ham oddiy, kiyimi ham oddiy, lekin o'zi taqvodor, o'zi namozxon, o'zi Allohning o'zida martabasi baland. Ayniqsa hozirgi paytda aksariyat insonlar kiyimiga qarab hurmat qiladi. Yaxshi kiyim kiying, turetskiy, qimmat kiyimlarni kiying. Qarabsizki, odamlar sizga boshqacha hurmat qiladi. Sal qing'ir qiyshiq kiyim kiying. SSRdan qolgan kostyumni kiying hozir. Bu deydi, anaqa ekan, qashshoq ekan u deydi, bir kambag'al ekan u deydi. Kiyimdan qarab odamlar baho beryapti. Vaholanki shariatimizda bunaqa narsa to'g'ri emas ekan. Odamgarchilik ham to'g'ri kelmas ekan, hurmatlar. Misol uchun, mana yurtimizda, hurmatli azizlar, hamma biladi, yurtimizda farroshlar bor, farroshlar. Yo'llarni tozalab yuradi, maxsus kiyimlari bor, yo'llarni supurib yuradi. Lekin aksariyat insonlarchi shu farroshlarni ko'rganda ichidan o'tkazar ekan, tashqarisidan ham aytar ekan. Qaranglar bu bechoralarni der. Qaranglar bu bechoralarni, xorda bular der. Lekin aslida ularning ishi nihoyatda savobli ish. Tozalayapti ular, pokiza qilyapti. Shuni orqasidan kun ko'ryapti. Halol mehnat bilan oilasini boqyapti. Mana shu hurmatli azizlar, mana shu gap ichlaringizdan o'tganmi, yo'qmi? Allohning baytida turibsizlar. Mana shu katta yo'lda ketayotganimizda, katta trassada, Toshkentgami, Jizzaxgami, Yaqbiyaqami, Samarqandgami ko'chada farroshlar bor. Issiq havoda. Biz mashina ichida konditsioner qo'ygan, maza qilib ketyapmiz. Rohatdamiz. Ular issiqda sipiryapti, terlab pishib. O'shanda ichingizdan nima o'tgan? Bechoralar degansizmi? Deganmiz. Demak, hurmatli azizlar, bunday deyishlik bu xato ekan. Demak, uning taqdiroti shu narsa bitilgan ekan. Bitilganda ham halol mehnat bor ekan, halol mehnat. Imom Azamdek zotlar vaqtidachi, vaqtida shunaqa ish qilgan ekan Imom Azam. Odamlarning yukini ko'tarib, olib borib berib, shunaqa ish qilgan ekan, odamlar yukini yelkasiga ko'tarib. Nima deydi shuni? Hammol deydimi? Hozirgi ajnabiy tilda gurutchik deydimi? Gurutchik. Imom Azamdek zot vaqtida gurutchiklik qilgan. Bunisi bu past ish sanalmagan ular. Hozir kim qiladi shuni? Gurutchilik qilgan odam ko'rsak, biz nima deymiz? Bechora, xor bo'pti-yu deymiz u. Ha? Xuddi shunday deymiz. Hammamiz shunaqa deymiz. Lekin bunday deyishlik shariatga to'g'ri kelmas ekan. Yo'nki masalan hozir bir yaxshi chakmanda ko'chada salla kiygan odamni ko'rsa odamlar kerak bo'lsa ta'zim qiladi.
sallasini kattasini ko'rsa, kiygan ko'rsa, nima deydi odamlar? Bu olim deb o'ylaydi. Ha? Lekin unday emas. Aslida unday emas. Olimlar ham bor, lekin bunaqa emas. Kiyimga qarab baho berilmaydi aslida. Bir kuni ko'chaning boshidan eshakka mingan holatda bir odam katta sallasi bor ekan, boshida chakmani bilan eshak minib kelayotgan ekan. Shundan bir qariya onamiz shunday ko'chaga chiqsalarki, ko'chani boshidan shu odam kelyapti, sallasi katta. Qariya onamiz aytibdilar, "Vo, bu sallasiga qaraganda olimga o'xshaydi" debdi. Xudo berdi, endi 3 ta savolni so'rayman. 3 ta savoli bor ekan. Shunda yetib kelgan ekan. Shunda, "Ey hurmatli ulug' zot, unda qaraganda ulug' zotga o'xshaysiz, olimga o'xshaysiz. 3 ta savolim bor" debdi. Keyin u kishi salla kiygan, chayma kiygan odam eshagidan tushibdi-da, "Bering savolingizni" debdi. "Birinchi savolim shu" deb savol bersa, "Bilmayman" debdi. "Mayli, endi bilmasa kerak-da birinchi savol. Ikkinchisini bilsa kerak" dedi. "Ikkinchi savolni beray bo'lsa, ikkinchi savolim shunaqa bo'lsa, uni ham bilmayman." Uchinchi savolni beray deb. Uchinchi savolni bersa ham onaxon, qariya onaxonimiz, "Uni ham bilmayman" debdi. Onaxon jahli chiqib qopti-da, "Sallangizga qaraganda, sallangiz qarang kattaligini. Sallangizga qaraganda olim kishiga o'xshaydi-yu, o'xshaysiz-ku. Ha, shu 3 ta savolni bilmaysizmi? Shunday katta salla bilan" debdi. Shunda shu kishi bir ajoyib ish qilgan ekanda, sallasini yechib, eshakni boshiga qo'yibdi-da, aytibdiki, "Endi hurmatli onaxon, qani shu eshakdan 3 ta savolni so'rangchi" debdi. "Shu eshak biladimi yo'q? Chunki eshakning boshida salla bor-ku" debdi. "So'rangchi." Shunda aytgan ekanda, "Onaxon, gap sallada emas, gap kallada" deb kallasiga urgan ekan ushtirma. Shundan qolgan ekanda, shu maqol bor, bizda bor-ku, shu maqol. Gap sallada emas, gap kallada deydi-yu. Demak, kiyimiga qarab baho berilmaydi, hurmatli azizlar. Aksincha ekan, kiyimi eskiroq bo'lsa, o'shalarda ichida, shunaqa insonlarning ichida Alloh taolo nazar tushgan insonlar bor ekan, olimlar bor ekan. Oddiy inson o'zi, oddiy inson. Bir kuni o'sha shaharda masjidda ishlaganimiz paytda jumadan keyin shunday chiqsak, bir qariya bo'yi kichkinagina kostyumi, eski zamon kostyumi. Keyin "Qora aka sizmi?" dedi. Og'zi ingichka. Ovozi ingichka. "Ha, men qoriga hoji aka nima xizmat desak?" Aytdiki, "Mana shu muazziningizchi, muazziningiz 4 ta xato qildi. Shuni aytsangiz, qori aka, shuni to'g'rilab qo'ysa shu." Muazzinimiz 4 yil madrasani bitirib, 2 yil universitetda o'qiyapti, 2-kursda. Qarang. Muazzinning azonidan 4 ta xato topdi. 6 yildan beri o'qib yurgan din yo'lida talaba. Keyin aytdiki, "Hoji akam, siz qayerdan bildingiz buni xatoligini?" Shu odam aytdiki, "Uzr, maqtamay o'zimni, lekin so'raganingizni aytaman. Islom din bo'yicha professorman. Birinchidan, ikkinchidan arab diyorlarida pasolda 20 yil yurganman. 20 yil yurganman. Arab tilini shevasigacha bilaman, shevasigacha. Lekin de qarasangizchi, dehqon deysiz-da. Bu odam dehqon bo'lsa kerak, mol boqsa kerak deysiz-da. Qarang, shunday Alloh taoloning bandalari bor ekan ichida. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak bandazlar. Har narsa deyish kerak emas ekan, ko'rinmaganga. Surishtirish kerak ekan. Izdihomlardan o'tirganda unda surishtirish kerak. Keyin gapirish kerak. Tilni tiyish kerak ekan, hurmatlar, tilni. Ba'zi bir izdihomlarda o'tiramiz, katta olimlar keladi. Keyin shunaqa ichimizda shunaqa insonlar borki,
har xil gaplarni gapirib o'tiradi. O'zimiz bo'lsak mayli, ana kelgan katta olimlarning oldida uyat bo'ladi. Bu mag'ir savollar, arzimaydigan savollar, masxaralar. Mana bundan ham ehtiyot bo'lishimiz kerak, hurmatli azizlar. Yana rivoyatlardan shuki, bir kuni masjidga Xizr alayhisalom kiribdilar. Qarasalarki, masjidda hamma namoz o'qiyapti, hamma ibodat qilyapti. Lekin bir odam masjid burchagida mudrab uxlayapti. Mudrab ketyapti, uxlayapti. Shunda jahllar chiqib, Xizr alayhisalom odam suratiga kirganlardi, u kishini hech kim tanimaydi. Borib sekin, borib shunda yelkasiga bir urgan ekanlar. Uyg'onib, cho'chib ketib, uyg'onib, bunday qarab, ha debdi. Shunda sekin egilib Xizr alayhisalom, bu seni katta xolang uyi emas. Bu uxlaydigan joy emas. Bu ibodat qiladigan joy. Namoz o'qiydigan joy, Qur'on o'qiydigan joy. Ana ular namoz o'qiyapti, hammasi ibodat qilyapti, zikr qilyapti. Sen uxlayapsan. Tahorating ham ketib qoldi sana, debdilar-da. Shunda shu odam shunday qarab aytgan ekanda, hozir sizni Xizr alayhisalom ekanligingizni odamlarga aytaymi? Keyin agar debdi odam, aytsam sizni ziyorat qilib yeb qo'yadi-ku bular. Masjiddan chiqa olmaysiz debdi. Shunda Xizr alayhisalom, sen bir avliyo odam ekansan, u yetishgan odam ekansan, u senga ruxsat, uxlaver debdi. Ana shunaqa insonlar bor-da diyor ichimizda, ko'rdingizmi? Ko'rimsiz, lekin avliyo sifat, olim, ana shunaqa insonlar bor ekan ichimizda. Davud alayhisalom bir kuni mehnat qilayotganlarida, dehqonchilik qilayotganlarida yerni kovlaganda, yer tagidan chuvalchang chiqibdi, kichkina chuvalchang. Chuvalchangni olibdilar-da, aytibdilarki, ey Alloh, shuni nima qilasan, yaratib shuni, nima qilarding shuni yaratib? Shu nima qilardim shu? Nima foyda berardim shu? Chuvalchang o'zi. Loy tagida kimga ham kerakdi shu? Dedilar-da. Shunda Alloh taolo Davud alayhisalomga, ey Davud, shu chuvalchangdan so'rachi, men unga til berdim dedi. Sen bilan gapiradi endi. Voqeani aytib beradi. U qanaqa chuvalchangligini bilasanki. Alloh taolo ruxsat bergan ekan, chuvalchang tiliga kirgan ekan. Chuvalchang aytibdi, ey Davud, bilasanmi? Men har kuni la ilaha illalloh kalimasini 1000 marta aytaman. Har kuni chuvalchang 1000 marta aytaman. Ey Davud, sen odam bo'lib, aqling joyida, hamma narsang bor, yana payg'ambar bo'lib turib, har kuni 1000 marotaba zikr qilasanmi? Zikr qila olmaysan. Shuning uchun manmanlama. Alloh taolo meni bekorga yaratmagan. Ko'rdingizmi? Alloh taolo oyati bor-ku. Yerdagi, osmondagi bor mavjudot borki, ular menga salovat aytadi, zikr qiladi deydi. Qarang, chuvalchangdek ko'rga ko'rinmaydigan narsa har kuni 1000 marotaba zikr qilar ekan. Ana. Shuning uchun aytamizki, ma'nosi shuki, masalan, mayda-chayda narsani ham ko'rganda bir Allohni eslash kerak ekan. Bekor buni Alloh yaratmagan. Bir hikmati bor-da, shuni eslash kerak ekan. Musa alayhisalom bir voqea. Musa alayhisalomga Alloh taolo, ey Musa, o'zingizdan eng past narsani toping. Uning darajasi juda past bo'lsin, sizdan past bo'lsin. Shunday narsani siz toping debdi Xudo taolo. Musa alayhisalom odamlar ichida yuribdilar, topmabdilar. Buni ko'ribdilar, uni ko'ribdilar, topmabdilar, charchabdilar. Bir kuni bu nima narsa ekan deb shunday o'tirib sizlarki, oldilaridan bir it o'tib ketayotgan ekan, it. Shunda, topdim. Mendan past, juda past, mana shu martabasi
past narsa mana shu it ekan. It ekan. Endi topdim deganlarda Alloh taoloning qudrati bilan it Muso alayhisalomga aytibdiki, "Ey Muso, seni kim yaratdi? Meni kim yaratdi?" debdi. "Ey Muso," debdi, "seni ham Alloh yaratgan, meni ham Alloh yaratgan. Ikkalamiz farqimiz nima?" debdi. "Ikkalamizni Alloh yaratgan-ku. Bunaqa dema. Men sendan past emasman," debdi. Mana shundan keyin Muso alayhisalom yig'labdilar. Parvardigor olam bunaqa past nazarli insonlarni topa olmadim deb yig'lab duo qilgan ekanlar. Hurmatli azizlar, demak qayerda yurmasak o'sha oddiy insonlarda dek o'sha muomala qilishimiz kerak ekan. Oddiy insonlarni ko'rganda muomala qilishimiz kerak ekan. Alloh taolo rahmat qilsin. Eng birinchi muftiy Ziyovuddin qori akamizning bir shunaqa odatlari bor ekan. Qaysi bir izdihomga borsalar, qarab turar ekanlar. Eng kambag'al, kiyimlari ertiq odam ko'rsalar, aytar ekanlarki, o'sha odamni olib kelinglar der. O'sha odamni olib kelar ekan, yonlariga o'tkazar ekanlar, o'sha bilan birga ovqat yer ekanlar. Ana, qarang, qanday zotlar o'tgan ekan. Biz kerak bo'lsa u bilan salom ham qilmaymiz u. Ha? Bunaqa odamni ko'rsa. Yana uning ustiga bizni izdihomlarimizchi. Bular kambag'al ham yo'q. Kambag'allar qolib ketadi. Hamma boylar, qorni kattalar, shishkalar. Bunaqa ehson, qanaqa ehson endi? Alloh ilom qabul qilsin. Lekin bitta mana shu dasturxonimizdachi kambag'al bo'lish kerak ekan. Bu Rasulullohning so'zlari bu. Eng yomon dasturxon qaysi dasturxon deb Rasulullohdan so'raganlarida eng yomon dasturxon shunday dasturxonki, eng yomon ehson shunday ehsonki, u ehsonda, u dasturxonda kambag'al yo'q deganlar. Lekin aksi hozirgi paytda aksi bo'lib ketdi. Kambag'allarni yig'ishtiramiz biz, olmaymiz, nomlarini ham zikr qilmaymiz. Kelsa agar taom ko'rpachalar kir qilmasin deb ularni aytmaymiz, boylarni aytamiz. Boylar o'zi qorni to'q. Ba'zan katta boylar bilan o'tiramiz deydi, domla biz masalan ko'p xizmatlarda boramiz, katta boylar bilan o'tiramiz deydi, ehsonlarda, izdihomlarda. Osh yemaydi.